Yevropa Chempionlar Ligasining 8-turi kutilganidan ham shov-shuvli bo'ldi. So'nggi turdan keyin ko'pchilikda paydo bo'lgan savollar: Real Madrid Benficaga o'yinni ataylab yutqazib berdimi? Arsenalni hozir kim to'xtata oladi? Bavariya hamon kuchli klubmi? Barselonaning turnirdagi remontadasi. Barchaga assalomu alaykum. Tezkor xabar kanali yana qaytdi. Nihoyat Yevropa Chempionlar Ligasi 8-turi to'liq yakunlandi. Bu esa shuni anglatadiki, barcha o'yinlar ortda qoldi va endi real natijalarga xolis tahlil qilish vaqti keldi. Bugun biz eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan voqealarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Real Madrid va Benfica o'yini atrofidagi shubhalar, Arsenalning dahshatli formasi, Bavariyaning barqaror kuchi va Barselonaning turnirdagi remontadasi. His-tuyg'uga emas, faktlarga, mishmishga emas, mantiqqa suyangan holda bu ishni bajarishga harakat qilamiz. Videoga like bosib ekranni katta qilib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Xo'p, video boshidan tushuntirib o'tishim kerak. Yevropa Chempionlar Ligasining yangi formatiga ko'ra top 8 degan tushuncha shunchaki yuqori o'rin emas, top 8 ga kirgan jamoalar play-offning birinchi bosqichini o'tkazib yuboradi. Bu nimani anglatadi? Kamida 2 ta o'yin kamroq jarohat, kamroq charchoq va to'g'ridan-to'g'ri chorak finalga yaqinlashish. Shu uchun ham barcha o'yinlar bir vaqtda o'tkaziladi. Arsenal bu mavsum Chempionlar Ligasi tarixida noyob narsani amalga oshirdi. 8 o'yin, 8 g'alaba. Hech kim hozircha joriy formatda bunday mukammal natijani qayd etmagandi. Bu Arsenalning kuchli va barqaror ekanligini yana bir bor ko'rsatmoqda. 8-turda Arsenal jamoasi qo'shnimiz Qozog'iston klubi Qayrat ustidan 3-2 hisobda g'alaba qozondi. O'zi aslida 8 o'yin, 8 g'alaba, hech qanday omad yoki hech qanday tasodif yo'q. Har bir o'yinda ustunlik, bosim, sovuqqonlik. Arsenalning boshqa jamoalardan farqi shundaki, yutishimiz shart degan tushuncha bilan o'ynamaydi bu jamoa. Garchi o'yinlarda yutayotgan bo'lsa-da, bizlar yutamiz degan mentalitet bilan o'ynayapti. London klubi bu mavsum Chempionlar Ligasida eng barqaror, eng sovuqqon va eng xavfli jamoaga aylandi. Kecha tunda PSVni mag'lub etgan Bavariya turnir jadvalida 2-o'rinni egalladi. Avvalgi dasturlarimda aytganimdek, 3-o'rindagi Liverpool stabillashmoqda. Bu yana tasdiqlandi. Qarabog' 6-0 hisobida mag'lub etildi. Bavariya PSV ustidan qozongan g'alabasi orqali Yevropa Chempionlar Ligasi zonasidan PSVni chiqarib yuborgan bo'lsa, Liverpoolning Qarabog' ustidan g'alabasi bu ikkala jamoani ham play-offda olib qoldi. Liverpool shunchaki top 8likda mahkam qolish uchun gollar soniga e'tibor berdi va o'yinni maksimal darajada yaxshi o'tkazdi. Tottenham esa hech qanday play-offga chiqish imkoniyati yo'q bo'lgan Eintracht ustidan g'alaba qozondi va top 8likka kirib oldi. Mana shu 4 o'yinda juda kichik intrigalar bor edi. Birinchisi, Arsenal 8 o'yinda 8 g'alaba qozonib rekord o'rnatadimi? Ikkinchisi, Bavariya o'yinida PSV play-offga chiqa oladimi? 3 va 4-si Liverpool va Tottenham top 8likda qoladimi? Bularning barchasi outsider favorit nisbatida kutilganidek ro'y berdi. Ya'ni sensatsiya ro'y bermadi. 4 ta klub ham kutilganidek natijani qayd etib berdi. Barselona Kopengagen o'yinida esa haqiqiy intriga bor edi. Chunki bu o'yinda Kopengagen g'alaba qozonadigan bo'lsa, play-offga yo'llanma olardi. Barselona agar g'alabani qo'lga kiritadigan bo'lsa, top 8likka kirib olardi. O'yin boshidan Kopengagen himoyaga yotib oldi. Tezkor qarshi hujumlarga tayanib o'ynadi. Ular Barselonaga ko'proq gol kerakligini bilardi, shu uchun ham Kataloniya klubini shoshirishga harakat qildi. Qizig'i bu o'yinni boshida ish berdi. Aynan shu uchun ham Kopengagen jamoasi o'yindagi hisobni ochdi. Barselona esa Kopengagenni bu taktikasiga tezlik bilan javob topdi va o'yinda burilish nuqtasini yasay oldi. Jamoa pressingni oshirdi, markazda nazoratni kuchaytirdi va Kopengagen asta-sekin o'sha yotib qolgan himoyaviy taktikasi o'zini ziyoniga ishlay boshladi. O'yin davomida Robert Lewandowski unchalik o'zini topa olmadi. Juda ko'p vaziyatlarni yakunlay olmadi. Garchi u o'yin davomida bitta gol urgan bo'lsa-da, haqiqiy performansni Lamine Yamal ko'rsatdi. Bu o'yin Barselonaning remontadasi bo'ldi. Kichik kambeki. Adashmasam 2 tur oldin Barselona turnir jadvalining deyarli oxirgi o'rinlaridan birida joylashgan edi va 8-turga kelib jamoa top 8likda.
Kopengagen tur 1 hisobida mag'lub etildi. Barcha top 8likda bo'lgan o'yinlar ichida eng katta drama, eng katta emotsiyalar Real Madrid va Benfica o'yinida sodir bo'ldi. Sababi bu o'yin oldidan Real Madrid top 8likda turib o'ynayotgandi. Benfica'ni esa play-offga chiqishi mutlaq noma'lum bo'lib turgandi. Va yakunda Portugaliya klubi haqiqiy sensatsiya ko'rsatdi va juda ko'p futbol muxlislari tomonidan haqli savol paydo bo'ldi. Real Madrid bu o'yinni atayin berdimi? Qo'pol qilib aytganda sotdimi? Yoki Benfica'ni play-offga chiqishi bu tasodifmi? Hozircha biz Real Madrid o'yinni sotdi yoki sotmadi deb aniq bir hukmni chiqara olmaymiz. Bunga chunki aniq faktimiz yo'qligi uchun haqqimiz yo'q. Biroq biz futbol muxlislarida nega aynan shunday savollar paydo bo'lganligi va bu savollar qanchalik asosli ekanligini tahlil qila olamiz. Xo'sh, nega o'yin sotildi degan savollar paydo bo'ldi? Birinchi, asosiy sabab o'yin oxiridagi ssenariy. Benfica play-offga chiqishi bu o'yin davomida aniq emasdi. Hattoki g'alaba ham bu jamoani play-offga olib chiqmasligi mumkin edi va aynan boshqa maydonlardagi natijalar ma'lum bo'lganidan keyin Benfica'ni play-offga chiqish imkoniyati paydo bo'lgach, oxirgi daqiqada kerakli gol urildi. Tashqaridan qaraganda bu juda shubhali ko'rinadi. Qolaversa, birinchi bo'limga 3 daqiqa, ikkinchi bo'limga esa 8 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Aynan shu daqiqalar Benfica'ga play-off imkoni bor yoki yo'qligini ko'ra olish imkoniyatini berardi. O'yin boshlanishidan oldin berilgan intervyular ham xuddi shunga ishora qilayotgandek. Arbeloa Mourinho uning ustozi ekanligini va unga nisbatan hurmati cheksiz ekanligini aytdi. Mourinho ham o'z o'rnida Arbeloaga javob qaytaradi. U meni ustozim debdi. Men uni shogirdim sifatida emas, haqiqiy do'stim sifatida ko'raman deydi. Yana bir sabab Realning o'yin oxiridagi reaksiyasi. Odatda Real Madrid 90+ daqiqalarda ham, hatto ahamiyatsiz o'yinlarda ham kamida qarshilik ko'rsatadi. Bu safar esa himoya passivlashdi. Pressing deyarli yo'qoldi. Oxirgi daqiqalarda o'yinni o'ldirishga urinish bo'lmadi. Tomoshabin ko'zi bilan qaraganda Real Madrid oxirida umuman qarshilik qilmagandek ko'rindi. Bu ham shubhani yana kuchaytirdi. Aynan mana shu sabablarga ko'ra muxlislarda bu o'yin sotildi degan fikr shakllangan bo'lishi mumkin. Do'stlar, sizningcha bu sabablar qanchalik darajada asosga ega? Fikringizni izohga yozing. Sotilish ehtimolini oshiradigan shuncha sabab bo'lsa-da, o'yin davomida Arbeloa Mourinhoga rostdan ham yutqazdi. Nega Madrid klubi bu o'yinda taktik tomonlama mag'lub bo'ldi? Benfica majburiy his bilan o'ynadi. Real Madrid esa o'ta xotirjam. O'yin boshlanishi bilanoq farq juda tez ko'rindi. Maydonda ikki xil ruhiyat bor edi. Benfica g'alaba qozonish niyatida o'ynadi. Birinchi daqiqalardanoq bosim qildi. Yuqori pressing, tezkor hujumlar. Sababi oddiy edi. Benfica uchun bu o'yin play-offga chiqish yoki uyga qaytish masalasi edi. Real Madrid esa buning aksi. Juda ham xotirjam harakat qildi. Hattoki mag'lub bo'lsak ham top 8likda qolamiz degan tushuncha futbolchilarda bordek ko'rindi. Jamoa qanday futbol o'ynayotganligi mutlaq tushunarsiz edi. Na himoyaviy, na hujumli. Ular turnirdagi tablitsaga qarab turgandek tempni past ushladi xolos. Bunga ham yetarlicha asos bor. Qirollik klubi play-offga chiqish masalasini allaqachon hal qilib bo'lgandi. Bu o'yindagi durang ham hattoki ularni top 8likda olib qolardi. Futbolchilardagi noaniqlik o'yinning boshidayoq sezildi. Real darvozasi tomon xavfli vaziyat. Penalti berildi, Bellingham to'pga o'ynadim dedi. VAR penaltini bekor qildi. Bu nimani ko'rsatdi? Real Madrid himoyasi bu hujumga tayyor emasdi. Arbeloa o'yinni juda ham yumshoq boshladi. O'yindagi hisobni toshbaqa ochgan bo'lsa-da, Real Madridning himoyasidagi muammoga nisbatan Arbeloa hech qanday reaksiya bermadi. Hisob o'zgarganidan keyin ham pressing kuchaymadi, markaz yopilmadi. Real Madrid o'yin davomida mutlaq o'yinga nisbatan reaksiya ko'rsata olmagan bo'lsa, o'yinning oxirgi 15 daqiqasi klub uchun haqiqiy fojia edi. Raqibga juda ko'p bo'sh zonalarni berib qo'yishdi. Bu esa oxirgi gollarga sharoit yaratdi. Yakunda Mourinho o'ta kuchli murabbiy ekanligini yana bir bor isbotladi. Play-offga chiqishi mumkin bo'lgan 0.001% imkoniyatdan foydalanib ketdi. Hozirgi Real Madridni muammosini topdi va o'sha muammoli joyiga zarba berdi. Oxirgi daqiqalarda hisob 3-2. Bitta gol Realni top 8likka olib kirsa, Benfica urgan gol
Portugaliya klubini jon saqlashiga yordam berardi va shu yerda darvozabon futboldagi eng xavfli qarorni tanladi. Aslida boshqa iloji ham yo'q edi. O'yin masalasini aynan shu darvozabon hal qildi. Benfica darvozaboni Trubin yakuniy daqiqalarning so'nggi soniyalarida o'yindagi eng muhim golni urdi. Sababi o'yin 3-2 hisobidagi Benfica'ni g'alabasi bilan tugagan taqdirida ham bu Benfica klubi uchun hech narsa bermasdi. Ular qirollik klubini top 8likdan mahrum qilgani qolardi xolos. So'nggi soniyalarda darvozabon kiritgan gol bu o'yinga mantiqiy yakun bo'ldi. Men Real Madridni avvalgi 7-tur o'yinini tahlil qilganimda ham aytganman. Menimcha Real Madridga top 8lik bilan chiqish yoki umuman play-offga oddiy chiqishni ko'p katta farqi yo'q aslida. Arbeloa qo'lida hozirda qimmatbaho mashina bor. Bunga to'g'ri kalitni topa olishi kerak xolos. Real Madrid futbolchilari o'yinning yakunida 2 qizil kartochka oldi. Raul Asensio so'nggi goldan oldin qo'polligi uchun qizil kartochka olgan bo'lsa, Rodrigo o'yin masalasi hal qilib bo'linganidan keyin hakam bilan tortishganligi uchun qizil kartochka oldi. Nima bo'lganda ham Real Madridni mag'lub bo'lganligi bizga qaysidir o'rinda yaxshi bo'ldi. Sababi Manchester City Realni mag'lub bo'lganligini hisobiga top 8likning 8-o'riniga joylashib oldi. Agarda qaymoq rangliklar durang o'ynab bu o'yinni yakunlaganida turnir jadvalida 5-o'rindan joy olgan bo'lishardi. Real Madridning mag'lubiyati aslida Real uchun ham fojia emas. Sababi Arbeloa qo'shimcha 2 o'yin orqali tajriba yanada ko'proq orttirib oladi. Do'stlar, 8-tur borasidagi fikrim shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying. Bu bizni keyingi uchrashuvimizni yanada yaqin qiladi. Kelgusi dasturlarda albatta bundanda qiziqarli dasturlar sizni kutmoqda. Qolaversa biz yaqinda Telegram kanal ochdik. Bu Telegram kanalda rasmiy xabarlar, transferlar va o'yinlarga tahlil. Ushbu o'yinlarga meni birinchi reaksiyalarim aynan Telegram kanalga joylab boriladi. Shunday ekan, albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying yoki kommentariyaga yoki opisiyaga qoldiraman. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.